Nodir? Keling do'stim. Bormisan oshna? Yo'qolib ketding-ku. Nima, ishga kirib oldim. Yaxshi ishga kiribsan, tabriklayman. Rahmat. Sen uyingdan ham top bo'lmayapti. Pulni qo'lim bilan berib, oyog'im bilan olmay, oshna, orqangdan qachondan beri yugurib yuribman. Rahmat, tushunchalik berganingizga rahmat. Endi men sizdan qarzimni uzaylik do'stim. Men ishga kirdim xudo olsin. Ishga kirganing yaxshi, meni pulim qani? Biroz sabr qilib tursangiz, xudo olsin. Qayerdan sabr qilaman? Uyimga kelib, meni ham odamlar tirab yotdi. 10 kunga bo'lgansa 3 oy bo'lyapti. Erkakmisan, qanaqa bo'lasan? Bo'l. Beraman xudo olsin. Biroz sabr qiling do'stim. Bir oy, qayerdan bilaman? Qayerdan qilib berasan? Oshna, men uyimga kelib turibdi odamlar. Qanaqa bo'lasan? Qayerdan sabr qilaman? Erkakmisan o'zi? Sen qanaqa bo'lasan? Bo'l. Sen bilan hech so'ng gaplashamiz. Pul tayyorlab qo'y. Xo'p do'stim. Uyingga o'taman hali. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Rustam? Murodov bo'ladi kimdir aka? Do'stimizga. Tinchlikmi aka? Do'stimiz biz. O'rtamizda shunday muammo bor, shu muammoni hal qilgan ekan. Nodir aka, mana bu mashinani kaliti aka. Hozir menga boshliq tayyorladim, mashinani tayyor qilib turasiz ekan. Hozir tayyor, ha? Aka, xullas yaxshilab eshitib oling. 3 ta shart sizga. Boshliqqa ko'p savol bermaysiz aka. Gap qaytarmaysiz, nima desa xo'p deysiz. Eng muhimi aka, boshliqdan hech qachon pul so'ramaysiz. Tushunarli aka? Gaplashamiz, sog' bo'ling, ishlarga omad aka. Rahmat. Keling. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Va alaykum assalom. Keling. Boshliq hisobotlarni olib keldim, tekshirib o'qib bersiz. Abdukarim, sizdan bir narsani so'rayman dedim. Bu yangi kelgan bola shopir bola. Kim bilandir yaqinlashib tortishyapti, nima bo'ldi? O'rtoq boshliq, men ham guvohi bo'ldim. Bilasizmi? U bola yolg'iz o'g'il. Otasini ayrigandan so'ng onasini mazasi qochib qoldi. Onasini davolataman deb eshitishim bo'yicha bir ikkita odamdan qarz olgan ekan. O'z vaqtida to'la olmagan, aka ukasi yo'q. Shu qarz bergan odamlardan biri bo'lsa kerak. To'g'ri bilan yuring. O'rta boshliq varaqasi yaqin edi. To'g'ri bilan yuring, meni gapimga kirib. Shashlik ekansiz xo'p bo'ladi. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Nodir aka. Ha, ishlardasizmi? Rahmat. Nima, Nodir aka kayfiyatingiz yo'q? Ha, boshliq inchira odam ekan. Yaqin yo'l bilan yuradi deb mahallanchim o'tib ketay desam, to'g'ri bilan yuring, uzoq qildi yo'lni. O'zi shashlik ekan bo'lsak. Keyin to'g'ri deb qattiq gapirib yubordimmi, bilmayman, men ko'nglimga og'riq oldimmi? Nodir aka xafa bo'lmaysiz. Yo'q. Men shu tashkilotda anchadan beri ishlayman. Ha, bilaman. Bundan bir necha oy oldin qish payti dedi. Bir oilani xonadoniga o't ketgan. Ha, o'sha ko'chada. O'sha ko'chada. Ha. Farzandlari bilan ko'chada qolgan. Boshliq o'zini yonidan chiroyli qilib u oilaga uy qurib berdi. Shundan beri u ko'chada yurmaydi. Nimaga yursa bo'ladi-yu? Aka, bilasizmi, u oilaga men yaxshilik qilganman. Shu uyni men qurib berganman deb kibrda bo'lib qolishni xohlamayman. Nodir aka, sizga boshlig'i bir omonati bor. Mana bu pulni berib yubor. Yo'q, unaqa qilmanglar. Pahlavonjon. Aka, boshliq sizni sharoitingizni o'rgandi. Ilanib qo'yganingizni bildi. Shuning uchun beminnat o'ziga berdi boshliq. Marhamat aka.